rasm video joylasam bo'ldi ekan, sotuv bo'lib ketar ekan deb o'ylashadi. Bu eng katta xato. Shunday ko'rsatganingiz bilan haligi xaridor olib qo'ymaydi. O'sha mol ko'paygandan keyin o'sha joylar yetmadi, sig'madi, o'sha bu yerda klientlar Assalomu alaykum. Sizlarni g'oyibona ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan biznesdagi daromadni 3x dan 10x gacha oshirish yo'llarini hamda shaxsiy brend nima ekanligini va shaxsiy brend qurish kimlarga kerak, shaxsiy brend qurishda nimalarga e'tibor berish kerak, mana shular haqida gaplashamiz. O'rtoqlar, bugungi videoyim kimlar uchun foydali bo'ladi. Xo'p, offline biznesi borlar uchun, onlayn biznesi borlar uchun, biznesini onlaynda rivojlantirmoqchi bo'lganlar uchun, biznesdagi daromadini oshirmoqchi bo'lganlar uchun, shaxsiy brend qurishni xohlaydiganlar uchun, hamda shaxsiy brend orqali daromadini oshirmoqchi bo'lganlar uchun, ekspertlar uchun, mutaxassislar uchun, oranglarda kasb egalari bo'lsa, kasb egalari uchun ham bugungi videoyim juda ham foydali bo'ladi. O'shaning uchun oxirigacha ko'ringlar. O'rtoqlar, o'zimni qisqa tanishtiraman. Men Nilufar Baxtiyorovnaman. 6 yillik tajribaga ega marketolog mutaxassisman va hozirgi kungacha shu yo'nalishda oshpaz.uz, Safitovuq mahsulotlari, Twins Bakery, Choyshab kabi katta loyihalarda ishlab, soddaligini 10x gacha oshirib berishga yordam berganman. Undan tashqari turli xil shaxsiy brend egalari bilan ham hozirgi kungacha ishlab kelmoqdaman. Eng top rossiyalik ekspertlarda o'qib, mana shu sohani o'rganib, aynan O'zbekiston bozoriga mos keladigan qilib, O'zbekiston bozoriga moslashtirib ishlatib kelaman. Aynan mana shu bilimlarimni. Aynan sizlarga bugun ham o'zim ishlatadigan instrumentlar bilan bo'lishib, iloji boricha sizlarga foydali va ma'lumotli darslik o'tib beraman. Xo'p, o'rtoqlar, ko'pchilik biznes egalarini qiladigan xatosi nimadan iborat? Aynan ijtimoiy tarmoqda, Instagramda rivojlantiraman, sotuvimni oshiraman degan biznes egalarida shunaqa narsa bo'ladiki, bo'ldi, Instagramni ochsam bo'ldi, rasm video joylasam bo'ldi ekan, sotuv bo'lib ketar ekan deb o'ylashadi. Bu eng katta xato. Bunaqada sotuv bo'lmaydi. O'shaning uchun ham siz balkim rasm joylayotgandirsiz, video joylayotgandirsiz va storieslar joylayotgandirsiz, sotuv siz xohlagandek emas, nimagadir sotuv bo'lmayapti. Ko'pchilik shuni o'ylaydi va xato o'ylashadi. O'zi aslida bu yerda strategiya kerak. Ya'ni mana shu ijtimoiy tarmoqda qanaqa qilib mana shu brendingizni rivojlantirib, sotuvlaringizni oshirish bo'yicha strategiya bo'yicha ishlasangiz, aynan siz kutgan natija bo'ladi. Farqi yo'q, bu onlaynmi, offlaynmi, har ikkalasida ham bu bir xil ishlaydi. Ya'ni siz agar qanchalik bu yerda do'koningiz offlayn bo'lib turib, onlayn ham qo'shimcha qilmoqchiman, ya'ni onlaynda ham sotmoqchiman, Instagramda, Telegramda qo'shimcha sotuvlar qilmoqchiman deb rivojlantirmoqchi bo'lsangiz ham, lekin bu yerda strategiyasiz ishlasangiz, bu yerda siz xohlagan natijani bermaydi. Onlayn savdoda ham xuddi shunaqa, ya'ni kimlardadir вообще offlayn ham yo'qda, faqat onlayn sotuv qilaman deydi-da. Qanaqa qilib endi sotsammikin, faqat rasm joylashadi, video joylashadi va itogi natijada sotuv bo'lmaganini ko'rib hayron bo'lishadi. Xo'p, o'rtoqlar, bu yerda birinchi navbatda strategiya degani o'zi nima degani? Strategiya bu aynan mana shu sizni mana shu ijtimoiy tarmoqdagi, Instagramdagi, Telegramdagi qanaqa qilib ishlab chiqib, qanaqa qilib o'sha odamlarga mahsulotingizni batafsil ko'rsatib va shu orqali obunachilarni yig'ib, obunachilarni mijozga aylantirishi, mana shu hammasini etaplari hisoblanadi. O'rtoqlar, yana bunga batafsil kirishadigan bo'lsam, yana buni yoritib beradigan bo'lsam, chuqurroq kirishaylik. Masalan, bitta biznesni olaylik. Misol tarzida qilib keltiradigan bo'lsam, o'zim ishlagan bizneslarimni olib sizlarga misol qilib ko'rsatib bermoqchiman, sizlarni yana ham yaxshiroq tushunishinglar uchun. Masalan, Choyshabni aytaylik. Choyshabni hozirgi kunda Choyshab Shahnoza o'z faoliyatlarini yuritayotganlariga 8 yil bo'lib qoldi taxminan. Ana endi biz Choyshab bilan mana shu 3 yildan beri ishlab kelyapmiz va Choyshab 8 yildan beri faoliyat yuritayotgan bo'lsalar, 5 yil deganda offline showroom do'kon ochdilar. Ungacha ochmaganlar. Ya'ni qaranglar, men bu yerda sizlarga hozir tushuncha beraman, yana ham batafsil tushunib olishinglar uchun. Shahnoza boshida o'zlari o'sha zerkandan, ya'ni o'sha nimadir bilan shug'ullaning, baribir uyda o'tiribman bolalar bilan deb mana shu biznesni
kichkina bizneschi qilib o'zlari boshlaganlar. Ya'ni ular ishlab chiqarish, choyshab ishlab chiqarishadi, o'zligini sexligi bor. Ish boshlaganlarida bundan 8 yil avval o'sha o'zlari o'sha metroviy pastel razmerdagi o'sha metroviy materiallarni olib kelib, uyda bitta dona mashina orqali tikishni boshlaganlar. Shu orqali sekin-sekin o'sha uyda tikkanlar va mana shu Instagramda obunachilik yig'ib, Instagramda yuritishni boshlaganlar o'zlarini faoliyatlarini. Ana endi orada vaqt o'tib, bu uyda qilgan ermakka qilingan ish biznesga aylanib ketdi. Ya'ni o'tdan Instagramda bildilar, to'g'ri rostdan ham sotilar ekan, onlayn sotuv borligini va bunga chuqurroq kirishdilar. Ya'ni tikadigan mashinalarni ko'paytirishdi, ishchilarni ko'paytirishdi, ya'ni nadomnitsalar olishdi bunga va albatta bu ko'paygandan keyin sotuvlar ham ko'payishni boshladi. Ana endi qaranglar, o'rtoqlar, Shahnoza 5 yilda biza Shahnoza bilan tanishganimda u vaqtda onlayn sotardilar, o'sha uydan turib sotardilar. 5 yil deganda уже bu kichkina o'sha hobbidan boshlangan bitta biznesni уже katta sexga aylantirib yuborishgan. Уже alohida o'zligiga joy sotib olib, tikuvchilar uchun alohida sex qurishgan. U sex ichini o'sha polностью mashinalar bilan, tikuv mashinalari bilan ta'minlab, aynan mana shu biznes rivojlanib ketganini hisobiga o'tdi, polностью firma qilib, o'sha tikuv sex qilib, o'zligini sexligini qilib ochib qo'yishgan, ishchilarni yo'llab. Ana endi Shahnoza nima uchun offlayn do'konni keyingi surib ochdilar? Sababi ularda onlaynda shundoq ham sotuv zo'r edi. Ular o'yladilar offlayn kerak emas deb. Keyin offlaynga talab bo'ldi. Nima uchun? O'sha bizneslar katta bo'lgandan keyin mol ko'paydi, assortiment juda ham kattalashib ketdi. Uylarida bitta xonani o'sha magazincha qilib, o'sha yerda obzor qilib onlaynda sotardilar, dastavkaga chiqarardilar. Уже o'sha mol ko'paygandan keyin уже joylar yetmadi, sig'madi, уже bu yerda klientlar onlayn sotib oladigan klientlar уже offlayn kelamiz, ko'rib olib ketamiz deydigan talablar ko'paygandan keyin уже massaga ular ko'payishni boshlashgandan keyin оборотdagi o'sha mollar ko'paygandan keyin ular уже offlayn ochishga qaror qilishdi. Va ana offlayn ochilgandan keyin ular mana tayyor o'sha onlaynni offlaynga olib chiqib, уже mana hozirgi kunda sotuvlari 3 yildan beri ishlasa, Shahnoza bilan aynan ularda men marketing bo'limida aynan marketolog bo'lib faoliyat yuritaman. 3 yildan beri ishlasa, aynan sotuvlari hozirgi kunda juda ham zo'r. Ya'ni har kuni sotuv bo'ladi. Assortimentlarni ko'paytirishgan, uni ustiga oldingi vaqtda masalan bir o'zlari o'sha uyda onlayn turib ishlagan bo'lsalar, hozirgi vaqtda уже ishxonalarda, aynan showroomlarda o'zlaridan tashqari yana 3 ta ishchilari bor. Bittalari dastavshik, 2 ta sotuvchilari bor qo'llarida va Shahnozani o'zlari o'sha Instagram orqali obzorlar qilib sotadilar. O'rtoqlar, undan tashqari o'sha sexning ishchilari bor. Endi ularni hozir aytmayman. Ya'ni qaranglar, bu yerda endi bizani ishlatgan strategiyamiz nima bo'lgan? Bu yerda bizani ishlatgan strategiyamiz bu yerda ko'proq siz mahsulot sotayotganingizda mahsulotingiz men zo'r bo'ladimi? Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, agar siz to'g'ri sotishni bilmasangiz, siz u mahsulotni to'g'ri ko'rsata bilishni, reklama qilishni bilmasangiz, sizda ming zo'r ana brendoviy kiyim bo'lsa ham siz sota olmaysiz. Buning uchun siz mahsulotni to'g'ri targ'ib qilib bilishingiz kerak. Ya'ni bu yerda Instagramda hamma o'ylaydiki, bo'ldi, bunda ko'rsatib sotsam bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q o'rtoqlar, faqatgina aytaylik, mana shu kiyimmi yoki o'sha choyshabmidi yoki o'sha sumkamidi yoki aytaylik boshqa pishirig'midi, shunda ko'rsatganingiz bilan haligi xaridor olib qo'ymaydi. U mahsulotni siz foydali taraflarini ochib berishingiz kerak. Undan tashqari mana shu sizni mahsulotingizni ko'rayotgan obunachiga, mijozga uni qanaqa og'riqlarini yopib bera oladi mana shu mahsulotni xarid qilsa. Shu narsalarni bo'lishingiz kerak. Qo'shimcha ma'lumotlarni bo'lishingiz kerak va undan tashqari har kunlik obzorlarni bo'lishingiz kerak. Mana shunda mijoz maza qilib tomosha qiladi va maza qilib sizdan xarid qilgisi keladi. Ya'ni bu yerda siz faqatgina o'sha aytaylik o'zingizning mahsulotingizni sotibgina qolmay, o'tdagi foyda nima foyda olib keladi mana shu mahsulot. Aytaylik, mana shu pastel choyshab olamiz. Hop, choyshabni ham turli xili bor. Masalan, turli xildagi materiallari bor. Satin, super satin, poplin, sholk,
umuman turli xil, ya'ni har bitta mijozni turiga qarab bundan ma'lumot berib, ya'ni masalan satin kimlar uchun, super satin kimlar uchun, popli mato umuman masalan tellamaydi, masalan mana bu yoshdagi ayollarga, insonlarga mos keladi, super satin mana bu yoshdagi ayollar ko'proq tanlaydi, satinovый materiali mana bu yoshdagilar ko'proq tanlaydi, masalan aytaylik sholkoviyni mana bu kimgadir masalan sovg'aga olsangiz bo'ladi yoki mana bu jarayonga moslatib olsangiz bo'ladi deb aynan bu haqida ko'proq foydalar ulasha boshladik. Foyda ulashganimizdan keyin obunachilik bu yana ham qiziq bo'ldi. Chunki to'g'ri hamma oladi, masalan o'sha aytaylik pastelni, lekin qanaqa pastel olyapti, xo'p shu pastelni olgandan keyin bunga qanaqa foydasi borligini bilsa, haligi obunachi sizni с удовольствием maza qilib kuzatadi. Maza qilib kuzatgandan keyin, конечно, sizdan foyda olgandan keyin sotib oladi. Ana keyin biz foyda berishdan tashqari ma'lumotlar berishimiz kerak qo'shimcha. Aytaylik, masalan, o'sha pastelga, choyshabga tegishli bo'lgan ranglar haqida. Masalan, ranglar haqida ma'lumotlar berishni boshladik. Gulli pastellar qanaqa, insonni psixologiyasiga qanaqa ta'sir qiladi? Yorqin rangdagi pastellar qanaqa ta'sir qiladi? Och rangdagi, ya'ni pulsiz, однотонный och rangdagilar insonni psixologiyasiga qanaqa ta'sir qiladi? Mana shunaqa yana qo'shimcha ma'lumotlar berishni boshladik. Va undan keyin har kunlik obzorlar. Masalan, dastavkalar chiqib ketayotgandan, dastavkadan chiqib ketgandan tashqari ichida nima pastellar borligi, skidkada nima pastel ketyapti, yangi kelgan tovarlar qanaqa tovarlar. Mana shularni doimiy ko'rsatib, strategiya tuzib olib va uni orasida o'sha Reelslar bilan ishladik, maxsus ssenariylar bilan ishladik va qo'shimcha o'sha kerak vaqtlarda targetlarni yoqib, mana shunaqa strategiyalar bilan ishlab, stories orqali storytellinglar qilib, sotuvli storieslar joylab, shunaqa qilib sotuvlarni baland qilganmiz. O'rtoqlar, ana endi qaranglar, sizlarga yana qo'shimcha ma'lumot uchun, masalan, oranglarda bo'lishi mumkin. Bu endi biznes egalarinikini men hozir yoritdim. Undan tashqari marketingda mana bunaqa narsa bor, B2B degan, B2C degan segmentlar borda. B2B segmentiga men sizlarga hozir yana bitta loyihani, Oshpaz Uz loyihani yoritib bermoqchiman. Oshpaz Uzda biz qanaqa qilib sotuvlarni oshirish strategiyasi bilan shug'ullandik. Ya'ni birinchi navbatda mana shu biznesni marketolog vazifasi nima? Marketolog vazifasi shundan iboratki, birinchi navbatda biznesni o'rganib chiqadi. Masalan, siz biznes egasiz, o'sha biznesingizni bilasiz. Masalan, men mutaxassis sifatida yangi kirayotgan, yangi ishlayotgan loyihamni biznesini boshdan oyoq o'rganib chiqishim kerak bo'ladi. O'rganib chiqqanimda mana shu loyihada bu endi konservadagi osh, bilasizlar. Konservadagi oshni to'g'ri biz uchun, masalan, o'zbeklar uchun voy zo'r konservadagi osh qiziq, deymiz, mayli chet elga o'tib ketsa olib ketamiz, 2-3 ta olib foydalanarmiz, ishlatarmiz. Lekin bu oshni mijozi aynan o'zbeklar, ya'ni O'zbekistondagi insonlar emas. Chunki O'zbekistonda hamma joyda osh bor, to'g'rimi? Svejiy, har kuni pishiriladigan osh bor. Bu aynan bu oshni, ya'ni konservadagi oshni mijozlari chet davlatlar. Biz nima qildik? Xo'p, bu yerda ham strategiya tuzib olib, birinchi mana shu oshni aytaylik polzalar, ya'ni mana shu konservadagi osh haqiqiy o'sha qozon oshidan farqi qanaqa? Ya'ni deyarli bir xil ekanligini ko'rsatib, ya'ni bu ham katta qozonda pishiriladi, bu ham o'sha maxsus oshpazlar tomonidan qilinadi. Go'standart qoidalaridan o'tgan, hamma o'sha sanitariya, gigiyenika, hamma qoidalardan o'tgan, dokumentlari bor, sertifikatlangan, halol degan hamma mashhur sertifikatlarni, masalan, isboti bilan ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatib, aynan B2B sfera uchun, ya'ni optim oladigan va chetdan oladigan mijozlar uchun bu yerda ko'proq o'sha Instagramdan tashqari Facebook va qo'shimcha saytlar ish beradi, chunki buni chet elliklar ko'radi. Va mana shularni ochib berganmiz, ya'ni qanaqa qilib rostdan ham bu tayyorlanadi o'zi va qayerda tayyorlanadi, ya'ni o'sha o'zini standartlariga mos kelgan holatdami, hamma mana shu deyarli o'sha protsesslar ko'rsatilib va bu oshni o'sha foyda taraflari, halolligi va bu osh nimasi bilan O'zbekiston bo'yicha, O'zbekistonda o'zi osh eng O'zbekiston mentalitetini
eng asosiy milliy taomi hisoblanadi. Qadriyatni ochib berib, ya'ni o'zimizning o'sha milliy o'zbekona qadriyatlarni ochib bergan holatda mana shunaqa kontentlar orqali buni yoritib berganmiz. Ana endi biza yana qo'shimchasiga endi mijoz yig'ish uchun biza endi aynan chetdagi strategiyadan kelib chiqqan holatda bunga maxsus roliklar, kreativ roliklar tayyorlab, aynan chetdagi mijozlar uchun target yoqamiz. Bizga qaysi mijozlar kerak? Ya'ni mana shu biznesni o'rganib chiqqan holatda target yoqdik. Ya'ni o'sha mijozlarni olib, jalb qilib yig'ib olgandan keyin, ya'ni sizlar bilishinglar uchun B2B sferadagi, B2B yo'nalishidagi bizneslar tam donaga emas, optimga ishlaydi. Ya'ni bularga masalan aytaylik, korobka ham emas, undan ham optim, ya'ni furalab уже osh chiqarila boshlagan. Ishlaymiz, menga osh kerak degan mijozlarga o'sha ikkitalab, uchtalab furalab osh chiqarilib berilgan va albatta unaqa mijozlar uchun bu yerda vaqt deadline qo'yiladi. 1 oy, 1,5 oy muddatda tayyorlab beriladi deb уже bu oshpaz o'z kompaniya ham chuqur уже mana shu katta количестводagi oshni, konservadagi oshni ishlashga kirishib, ular уже shu 1,5 oy muddat davomida ishlab chiqarib berishadi. Albatta ularda tayyor mahsulotlar ham bor, lekin u chet eldagilar so'ragan furalab bunaqa 100 mingtalab sanoqli osh tayyor turmaydi. O'shaning uchun bu yerda уже zakazga mos tarzda ishlab chiqarib beriladi va bizda bu yerda asosiy ishimiz nima bo'lgan? Asosiy ishimiz to'g'ri tuzilgan strategiya orqali o'sha o'zimizning o'zbekona milliyligimizni va buni qanaqa foydaliligi va o'sha kadr orti jarayonlarini ko'rsatib va hozir mana shu oshni tanlovi kimlardaligini ko'rsatib, qaysi shaharlar bilan ishlanganini ko'rsatib, shu orqali yana o'zimizga kerakli mijozlarga qo'shimcha kreativlar, har xil ssenariylar qilingan holatda target yoqilib, mana shu orqali oshpaz o'zi ham savdosini mana shunaqa 10 baravargacha oshirib berishga strategiya orqali erishganmiz. O'rtoqlar, sizlar ko'rib turganinglardek, men sizlarga hozir biznes bo'yicha 2 xil turdagi o'zim ishlagan yo'nalishlarni tushuntirib berdim. Endi o'rtoqlar, shaxsiy brendga to'xtalamiz. Shaxsiy brend o'zi nima va kimlarga kerakligi haqida zo'r ma'lumotlar berishni boshlayman, lekin undan avval men sizlarga o'zimda o'qigan o'quvchi Hilola va Humayra opalar haqida gapirmoqchiman. Bular ham biznes egalari, ya'ni Hilola Optimga oyoq kiyim sohasida 10 yildan beri ishlaydilar. 10 yillik tajribalari bor va o'sha o'zimizdagi magazinchilarga, do'konlarga oyoq kiyim tarqatadilar. O'zlari Optimga oladilar. Humayra opa esa ular ham 10 yillik, deyarli 10 yillik dizayner, tikuvchilar. Mana shu o'quvchilarim menda o'qishganda, bundan o'sha yarim yil avval oldingi qishki potokimizda o'qishganda, bularni ham sotuvligi yo'q. Bular hattoki Instagramni o'zligi istagandagi ishlatishni bilishmagan. Instagram yurg'izishim ham, men Instagram oldin umuman tushunmaganman. Shu o'qishga kelib, yo'ldan olib chiqishni o'rganganman. Men misol uchun o'zim bemalol targetlarni ham bemalol o'zim yopaman. Men bu Infopam kurslarida ham onlayn o'qiganman. Ko'p narsalarga erishdim desam bo'ladi, chunki men umuman Instagramni tushunmasdim. Oldin Telegramda savdo qilib yurardim. Lekin ko'p imkoniyatli Instagramda ekan. Oldin kursni o'zim qo'yardim, lekin hech narsa sotmaganman. Mana shu o'qigandan keyin уже ancha sotilyapti Instagramda. Oldin hayolimga kelmagan. Menda ham sotuvlarim oshdi. Sizga maqsadli auditoriya kelar ekan. Eng muhimi shu, maqsadli, sizdan har doim oladigan maqsadli auditoriya, keyin targetdan sotuv ancha kuchayar ekan. Shuning uchun sizga rahmat deymiz. Sizni kursingizda yana bizani ko'rib hayron bo'lishmasin. Biz malaka oshirishga kelamiz. Yanada bilim oshirishga. Instagramdan shunaqa sotuv qilsa bo'lar ekan. Agar shuni vohliroq bilganimda, vohliroq o'rganardim deb hayron bo'lganlar va ular kurs tugatganlardan keyin sotuvlari 5 baravarga oshgan. Chunki avval aytganimdek, Hilola Optimga sotadigan optimchi bo'lganlar va undan ham mijozlari ko'payib, Optimga o'sha oyoq kiyim tarqatishlari yana ham оборотлari kattalashib,
tezlashib, yana ham bu ishga chuqurlashganlar va daromadlarini oshira olganlar. Ana endi Humayra opaga keladigan bo'lsak, Humayra opani o'zlarini, ular ham deyarli 10 yillik tikuvchilar, dizaynerlar, o'zlarini atelyelari bor va o'zlarini qo'llarida ishchilar bor. Endi mashqga to'xtalib o'taman. Humayra opa bilganlar Instagramdan sotsa bo'lishini va o'zlari qo'llarida SMM mutaxassis ishlatganlar, mobilograf ishlatganlar, lekin o'zlari istagandek ular chiqarib berisha olmagan. Meni oldimga kelganlarda aytganlarki, Nilufar, ishlataman odam deganlar, SMMchi ishlataman, mobilograf ishlataman deganlar, lekin nimagadir men xohlagan narsani chiqarib berishmaydi. Men xohlagan syomkalar chiqmaydi, storiesini men xohlagandek yuritishmaydi. Pulini to'layman bo'lmasam, lekin men istagan narsa chiqmaydi. Lekin men o'zim mutaxassis bo'lmaganim hisobiga nima talab qilishimni ham bilmayman deganlar. Aynan shuning uchun kelib o'qiganlar va ular ham o'qib chiqib ketganlardan keyin, kursimdan keyin shunaqa zo'r xursand bo'lib chiqib ketganlar. Sababi ularning ham уже sotuvlari 5x ga oshib, уже assortimentlar ko'paya boshlagan. Ularning endi asosiy segmentlari, maqsadli auditoriyalari hijobli ayollar va ko'proq hijobli ayollarga kiyim tikkanlari uchun уже assortimentlari ko'payib, sotuvlari ko'payib, talablar ko'paya boshlagan va ular ham juda ham mamnun bo'lib, kursdan mamnun bo'lib chiqib ketganlar. O'rtoqlar, kursimda mana shunaqa biznes egalari o'zaro bir-biri bilan tanishib, networking qilib, kerak bo'lsa o'sha birgalikda hamkorlikda ham ishlab ketishadi. Xo'p, o'rtoqlar, endi sizlarga shaxsiy brendni yaxshilab yoritib beradigan bo'lsam, yana ham chuqurroq qilib yoritib beradigan bo'lsam, shaxsiy brend o'zi nima? Shaxsiy brend hozirgi kunda nima deydi, talabgor bo'lib qoldi. Agar sizni hozirgi kunda shaxsiy brendingiz bo'lsa, bu wow, zo'r narsa, obro' bo'lib qoldi-da, tushunasizlarmi? Ya'ni hozir agar hozirgi kunda shaxsiy brendingiz, Instagramingiz rivojlangan bo'lsa, bu sizni eng kuchli taraflaringizdan va eng katta yutuqlaringizdan bittasi bo'lyapti. Shaxsiy brend hozirgi kunda zamon talabi bo'lib qoldi. Ana endi bu o'zi nima deydigan bo'lsangiz, shaxsiy brend bu sizni shaxs sifatida ochib beruvchi bitta o'sha yo'nalish hisoblanadi. Ya'ni sizni o'sha Instagramda, ijtimoiy tarmoqda shaxsiy brendingizni, lичностingizni, ekspertligingizni ochib beradi. Ana endi ko'pchilik o'ylaydiki, shaxsiy brenddan bunda telefonni kamerasini yoqib olib, o'sha video olib gapirib chiqsa bo'ldi ekan deb o'ylaydi. Yo'q, o'rtoqlar, bunaqa emas. Aynan siz tezroq rivojlanish uchun, shaxs sifatida, ekspert sifatida tezroq rivojlanishingiz uchun sizga o'sha aynan bitta yo'nalish, pozitsiya tanlab olish kerak bo'ladi. Ya'ni aytaylik, siz nimadir bo'yicha mutaxassissiz, aytaylik kosmetologsiz yoki o'sha stilistsiz, vizajistsiz, lekin siz bu yerda faqatgina ishlaringizni ko'rsataversangiz-da, o'zingizni ko'rsatmasangiz, yuzingiz chiqmasa, yuzingiz ko'rinmasa, masalan, hop, mana shu makiyajni kim qilyapti, aytaylik, mana shu yuzga protseduralarni kim qilyapti, bu narsa sizda ko'rinmasa, mijozi sizga ishonchi bo'lmaydi. Agar bu yerda agar siz ko'rinib, o'zingiz chiqib gapirib, o'rtoqlar, mana bu makiyajni men вечерний variant qildim. Nima uchun вечерний makiyaj qildim? Sababi вечерний makiyaj yaxshi turishi uchun mana bu narsalar ishlatiladi. Kunduzgi makiyaj uchun mana bu variant yaxshi degan qanaqadir qo'shimcha ma'lumotlar o'zingiz rostdan ham ekspert sifatida, masalan, shu kunduzgi makiyaj qanaqa, kechki makiyaj qanaqa, makiyaj qilganda nimalarga ahamiyat berish kerak, ko'zni qanaqa qilib katta bo'yash, ko'zni qanaqa qilib kichkina bo'yash, to'g'rimi? Siz agar vizajist bo'lsangiz, bu haqida ma'lumotlarga egasiz. Mana shuni mana shunaqa foydali ma'lumotlar bilan ulashib, odamlarga o'sha ish qilayotgan jarayonlaringizni ko'rsatib, o'sha mijozlaringizni ko'rsatsangiz, mana shu orqali shu bilan birgalikda o'zingiz ko'rinib chiqsangiz, mana shu orqali foydali ma'lumotlaringiz orqali o'zingizni yana ham lичностingizni, o'sha qadriyatlaringizni ochib bersangiz, mana siz o'zingizni ekspert sifatida raspakovka qilib bersangiz, mana shu shaxsiy brendga kiradi. Ana endi aytaylik, o'sha kosmetolog sifatida ham mana shu aytaylik, o'sha botoks deyishadi, gel deyishadi, gialuronka deyishadi, kollagen deyishadi. Qaysi biri nima uchun foyda? Qaysi yoshdagi ayollar unisini olish kerak, qaysi yoshdagi ayollar bunisini olish kerak? Kimga qaysi foyda? Chunki masalan, oddiy odam bilmaydi. Hop, kosmetologga borib yurmagan odam bilmaydi. Qaysi biridan hop kosmetologga keldim, nimani boshlashim kerak, olishchi deb bilmaydi, tushunmaydi. Agar siz mutaxassis sifatida kosmetolog bo'lsangiz, shu haqida foydali ma'lumotlar, odamlarga foyda ulashsangiz va o'zingizni o'sha hozirgi kelgan mijozingizga nima qilayotganingizni ulashsangiz va o'zingizni ekspertligingizni yana ham
ham ochib bersangiz, ana shunda siz o'zingizni konkretno ekspert sifatida, shaxsiy brend sifatida olib chiqa olasiz. Yoki aytaylik, siz psixologsiz. Ya'ni o'sha psixologligingizni birinchi navbatda yo'nalish tanlab olasiz. Qaysi psixolog bo'lishingizni. Psixologga pozitsiyalar turli xil, to'g'rimi? Ya'ni bolalar psixologi bor, masalan, отношенияларni psixologi bor, aytaylik, aynan ayollik jozibasi bo'yicha psixolog bor, masalan, pul bo'yicha ishlaydigan psixologlar bor. Aynan o'zingizga bitta yo'nalishni tanlab olib, mana shu haqida foydali videolar o'sha ulashib, birinchi navbatda ssenariy yozib olib, shunga mos qilib foydali videolar ulashib, ana undan keyin konsultatsiyalaringizni ko'rsatib, uni orasida hop o'z haqingizda gapirib, storieslarda kimlarda o'qigansiz, hop tajribalaringizda, amaliyotlaringizda nimalar bo'lgan, mana shularni bo'lishib, o'zingizni bo'li o'sha qadriyatingizni ochib, ekspert sifatida, shaxs sifatida ochib berganingiz, mana shu psixolog uchun shaxsiy brend deyiladi o'rtoqlar. Ana endi shaxsiy brendda juda ham ko'p ijobiy plus taraflari bor. Birinchidan, siz aytaylik, mayli nima kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, hop biznes egasimisiz, lekin bu yerda sizni shaxsiy brendingiz borda, masalan, nimadir sotyapsiz, mahsulot sotasiz. Aytaylik, sumka sotasiz. Sumka do'koningiz bor, siz biznes egasiz. O'sha Instagramda chiqib olib, o'sha sumkalaringizni ko'rsatib, foydali ma'lumot berib, o'sha mijozlaringizga o'sha aytaylik, mana shu sumkaga qanaqa kiyimlar mos keladi, foyda berib, hozir qanaqa sumkalar trendda, mana shu ma'lumotlarni berib, o'zingizni o'sha chiqib gapirib, shaxs sifatida ochib, bu biznesda qanchadan berisiz, biznes haqida orada ozgina ma'lumotlar berib, shu haqida o'zingizni Instagramingizni rivojlantirdingiz. Aytaylik, qanchadir muddatdan keyin bu soha sizga aytaylik yoqmay qoldi, masalan, sumka biznesini bo'ldi, charchadim, qilgis kelmadi, yoki aytaylik, siz qanaqadir investor bilan ish qilishni boshladingiz-da, bu biznesingizni kimgadir sotib yorib, boshqa biznes ochaman deb qoldingiz. Ana endi plus tarafi, sizni o'sha Instagramda shaxsiy brendingiz bor. Shaxsiy brendingiz yuritilgan, rivojlangan va aytaylik, sizda 100 mingta obunachingiz bor. Va aytaylik, sizda 80 mingta yoki 100 mingta obunachi bor. Mana shu 100 mingta obunachingizni, masalan, boshqa biznesga o'tib ketsangiz ham, o'sha biznesga olib keta olasiz. Tushuntira olyapmanmi? Hop, sumka biznesini yopib qanaqadir sex ochyapsiz. Aytaylik, ishlab chiqarish, kiyim ishlab chiqarish sexini ochyapsiz. Mana shu biznesga olib keta olasiz. Chunki haligi obunachilaringiz sizni shaxs sifatida уже yaxshi ko'rib qolgan, sizni doimiy kuzatishadi. Qanaqa qilib sotganlaringizni ko'rishgan, qanaqa mahsulotlar ko'rsatganingizni, o'sha qanchalik siz obunachilarning ishonchiga kirganingizni siz ko'rsatib bera olganingiz uchun ular sizlar bilan qoladi. Ular siz bilan qoladi. Ya'ni siz o'sha obunachini, o'sha shaxsiy brendingizdagi, o'sha Instagram sahifangizdagi hamma obunachilarga aytib, o'rtoqlar, mana men hozir u biznesimni sotib yordim, boshqa bitta yangi biznes ochmoqchiman, men shu yo'nalishga qiziqib qoldim, ishlab chiqarish, sex oldim yokida aytaylik, sherikchilikda ish boshladim, mana shunaqa ishlab chiqarishda ishlamoqchiman, sizlarga yangi masalan, o'zim yangicha dizaynlar qilib, kiyimlar tikishda, mana shunga kirishdim, nima deysizlar deb boshlab, ularni уже progresslab, mana shu kiyimlaringizga уже o'tdagi insonlar uchun уже o'sha o'zingiz oldingi obunachilaringiz uchun yangi sexingizdagi o'sha ishlab chiqarayotgan kiyimlaringizni sotsangiz bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Aytaylik, shaxsiy brendingiz rivojlangan bo'lsa, siz xo'sh любой biznesga, boshqa bizneslarga o'tib keting, bu yerda o'sha 80 mingta, 100 mingta bu yerda o'sha 80 mingta, 100 mingta obunachilaringizga umuman boshqa xizmat turlaringizni sotsangiz bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Shaxsiy brend mana shunaqa zo'r narsa. Ya'ni siz yokida aytaylik, siz masalan salonda ishlaydigan mastersiz. Aytaylik, sizni o'sha 80 mingtami, 50 mingtami obunachingiz bor. Sizni o'sha kuzatishadi, doim yaxshi ko'rib, o'sha sizni o'sha soch kesishlaringizni, o'sha aytaylik, koloristika, soch bo'yashlaringizni o'sha tomosha qilishadi va zo'r rang chiqaradi deb, sizni zo'r master deb bilishadi. Aytaylik, siz o'sha doimiy ishlaydigan saloningizda, masalan, 5 yil, 6 yil ishlagan doimiy saloningizdan qaysidir boshqa salonga ko'chyapsiz. Aytaylik, haligi salonning egasi alishda yokida u salon уже yopilyapti-da. Siz boshqa joyga ko'chishingiz kerak. Shunda chiqasiz, obunachilaringiz o'tda qanchasidan qancha ko'pi mijozlaringiz o'sha sizni. Shunda chiqasiz, aytasiz, o'rtoqlar, men bu salon yopilayotgani hisobiga men bu salonga ko'chmoqchiman. Meni oldimga keladiganlar, o'sha meni doimiy mijozlarim, mana shu salonda sizlarni kutib qolaman deb, o'sha siz u salondagi klientlaringizni o'sha yangi salonga olib keta
olasiz, tushunyapsizmi? Shaxsiy brendni roli shunaqa katta ahamiyatga ega. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bu yerda siz shaxsiy brendingizni rivojlantirgan bo'lsangiz, nima xohlasangiz sota olasiz. Qaysi xizmat turingiz bo'lsa, undan u ishdan bu ishga o'taman desangiz, o'shanda ham sota olasiz. Chunki bu yerda sizning obunachilaringiz bor va bu yerda sizning shaxsiy brendingiz zo'r qilib yoritilgan bo'ladi va mijozlaringiz sizga, ya'ni obunachilaringiz sizga loyalli, sadoqatli obunachiga уже aylanib bo'lgan bo'ladi. O'rtalar o'shaning uchun hozirgi kunda shaxsiy brend juda ham nima deydi, talabgor bo'lib qoldi. O'shaning uchun men vaqtida foydalanib olinglar degan bo'lardim. Xo'p, o'rtoqlar, endi sizda savol bo'lishi mumkin. Xo'p, men endi nima qilishim kerak? Shaxsiy brendimni qurish uchun, biznesimdagi o'sha savdomni oshirish uchun, o'sha strategiyaga amal qilgan holatda biznesimni 5x daromadga olib chiqish uchun nima qilishim kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Bu tabiiy holat. O'rtoqlar, bundan masalan 6 yil avval shaxsiy brend degan narsa, shaxsiy brend degan gap ham bo'lmagan. Ya'ni shaxsiy brend hozir o'sha Instagramga ko'pchilik urg'u berayotgani uchun bunga bu narsa ya'ni trend bo'lib ketdi, ya'ni talabgor bo'lib qoldi. Hozir borgan sari ommalashib boryapti va masalan 5-6 yil avval bu haqida bilimlar ham bo'lmagan, bilimli bo'lsa ham juda qimmat bilimli bo'lgan. Masalan, juda ham izlanib topardik-da bu narsani. Hozirgi kunda bu bilimlarni o'rganib, natijaga chiqib, shaxsiy brendingizni rivojlantirsangiz bo'ladi. Biznesingizning daromadlaringizni 3x ga, 5x ga va 10x ga bemalol oshira olsangiz bo'ladi. Xo'p, bu bilimlarni o'rganish uchun sizlarga hozir nima kerak bo'ladi? To'g'ri tanlangan va tajribali ustoz va sizni doimiy nazorat qiladigan ustoz kerak bo'ladi, hamda oson va sodda tarzda tushuntirilgan video darsliklar kerak bo'ladi. Ana endi o'rtoqlar, shuni ustida men 8 oydan beri ishlayapman. Bitta katta loyiha ustida ishlayapman. Insta School degan loyiha ustida 8 oydan beri ishlayapman va bu oddiy kurs emas, bu dastur, bu maktab desa ham bo'ladi. Aynan sizni mana shu etapga, o'sha siz biznesingizni daromadingizni 5x gacha oshira oladigan, shaxsiy brendingizni rivojlantira oladigan va daromadlaringizni oshira oladigan etapga olib chiqadigan dastur ustida ishladim. Buni ustida butun boshli komandam bilan 8 oy davomida ishlab, sizlarga juda ham zo'r mahsulot tayyorladim. Xo'p, agar siz oranglarda men Instagramni umuman tushunmayman, hech narsasini bilmayman, noldan o'rganmoqchiman deydiganlar bo'lsa ham, xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Aynan bu dastur spesialni noldan pro darajasigacha, ya'ni professional darajasigacha o'rganadiganlar uchun. Bu dasturning ichida Instastart kursim, qanaqa kurs? Bu aynan Instagramning bazaviy bilimlari bo'yicha kurs. Instagramning bazaviy bilimlari degani o'sha stories joylashlar, post joylashlar, reels joylashlar, qayerdan qanaqa qilib yozadi, qayerdan nastroyka qiladi. Mana shu hamma bazaviy bilimlar Instastart kursimning ichida kiritilgan. Mana shu dasturimni qo'lga kiritganlar uchun Instastart kursimni sovg'a qilib beryapman. Shuning uchun ham siz agar noldan o'rganayotgan bo'lsangiz, juda ham tez va oson o'rgana olasiz. Insta School dastur nimadan iborat? O'zi bu nima? Bu, yana qaytaraman, oddiy kurs emas, bu maxsus mana shunaqa dastur va bu dastur ichida bir nechta kurslar mavjud. Ya'ni o'sha maktab sistemasidagi dastur. Xo'p, o'rtoqlar, dasturni qo'lga kiritganlar uchun Instastart kursim va yangi Instabalance psixologik kursim sovg'a sifatida beriladi. Xo'p, dasturimiz nimalardan iborat ekan? Aytganimdek, Instastart kursim umuman noldan o'rganayotganlar uchun, Instagramni tushunmayman, qaysi knopkani bosishni bilmayman deganlar uchun, Instabalance kursim esa bu yangi kurs. Aynan dastur ichiga kiritdim, buni sovg'a sifatida kiritdim. Bu ham butun boshli kurs, bu aynan psixologik kurs. Nima uchun psixologik kurs kiritilgan bu dasturga? Chunki o'zim ustida ishlayman, rivojlanaman degan odam kelganida, masalan, siz daromadlarimni oshiraman,
daromadlarim oshiraman, shaxsiy brendimni yo'lga qo'yaman desangiz, hop, daromadingizni oshirishda qanaqadir o'zingizni pul bilan bloklaringiz bo'lishi mumkin. Shaxsiy brendimni yo'lga qo'yaman deganingizda sizni qanaqadir qo'rquvlaringiz bo'lishi mumkin. Mana shularni hammasini Instabalance kursimda o'zingiz ustingizda ishlab, qo'rquvlaringizni yengib, pulga bo'lgan bloklaringizni ochib, shularning ustida ishlab olganingizdan keyin ruhiyatingiz bilan o'zingizni o'sha ustanovkalaringiz bilan ishlab olganingizdan keyin уже Insta School asosiy darsliklari sizga zo'r yordam beradi, aynan natijasini zo'r ko'rsatadi. Undan tashqari Insta School dasturimning ichida Insta Design mini kursimiz ham bor. Umuman bu yangi, hammasi 100% yangi darsliklar o'rtoqlar. Avvalgi metodikamda, masalan, hozirgi aytgan o'quvchilarim sizlarga avvalgi metodikam bo'yicha o'qishgan. Hozirgi bu metodikam umuman yangi metodika. Mana shu yangi metodika bo'yicha va darslarni ham hammasi 100% yangi darsliklar. Aynan grafik dizaynli bo'yicha ham, aynan o'sha ijtimoiy tarmoqda kerakli postlar, logotip yasashlar, bular ham umuman yangi darsliklar kiritilgan. Undan tashqari dasturning ichida sotuvga sababchi bo'ladigan SMM ko'nikmalar moduli bor. Kontentni amalga oshirish uchun mobilografiyani umuman yangi darsliklari kiritilgan. Aynan o'sha professional tarzda qanaqa qilib syomka qilish, qanaqa qilib chiroqlar bilan ishlash va qanaqa qilib mana shu videolarni amalga oshirish haqida. Hop, ssenaristlik modulimiz bor alohida, ya'ni o'sha reelslarga qanaqa qilib ssenariy tuzish, qanaqa qilib o'sha sotuvli storieslarni joylash, qanaqa qilib storytellinglar qilish, qanaqa qilib stories orqali sotish. Aynan mana shu ssenaristlik modulining ichida shaxsiy brend va blogerlik moduli bor alohida. Modul ajratganman. Darsliklar shaxsiy brendga va bloger bo'lmoqchi bo'lganlar uchun alohida modul. Nutq moduli bor. Shaxsiy brendini rivojlantirmoqchi bo'lganlar uchun aynan to'g'ri gapirish, chiroyli gapirish, gapni to'g'ri yetkazib berish bo'yicha modul, nafas mashqlari, intonatsiyani, ovoz intonatsiyalarini to'g'irlash mashqlari, mana shular qo'shilgan. Hop, undan tashqari o'rtoqlar, marketing moduli ham bor. Ya'ni buni ichida o'sha siz aytaylik katta biznesingizdagi o'sha etapini, biznesingizdagi jarayonni o'sha kattalashtirmoqchisiz. Ya'ni o'sha B2B sferaga kirmoqchisiz. O'zingiz bilan o'sha hamkorlik tarzida, ya'ni optimchilar bilan ishlamoqchisiz. Aynan o'sha marketingda shu narsalarni o'rganasiz. Qanaqa qilib optimchilar bilan ishlashni, qanaqa qilib aynan o'sha SWOT tahlillar qilishni, qanaqa qilib umuman marketing bo'yicha biznesimni yoritishim kerak ekan, qanaqa qilib o'sha sotuvlarimni baland qilishga olib kelsam bo'lar ekan deb mana shu marketing orqali o'rgana olasiz. O'rtoqlar, men buni dastur deganim bejizga emas, bekorga emas. Sababi Insta AI kursini ham buni ichiga qo'shdim. Insta AI zamon talabiga ko'ra hozirgi kunda ko'ryapsizlar, hamma o'sha kontentlar, o'sha turli xildagi o'sha bolachalarni gapirib chiqishi, qimmat buvini gapirib chiqishlari, haligi yaxlangan tortni, yaxlangan aytaylik kalitlarni pichoqda kesish, turli xil o'sha kreativ videolarni tayyorlashi aynan mana shu Insta AI kursimning ichiga, dasturimning ichidagi kursga qo'shdim, kiritdim, maxsus ekspertlarni chaqirib. Ana endi Insta sotuv kursimiz ham mavjud. Bu dasturning ichida Insta sotuv, ya'ni sotuvga oid bo'lgan texnikalar, aynan nima qilib sotuvni ko'proq oshirsa bo'ladi, varonkalar haqida, sotuvli varonkalar haqida bu yerda ancha-muncha ma'lumotlar va amaliy darsliklar qo'shilgan. Va ko'pchilik mendan so'ragan, oldingi potoklarimda o'qigan o'quvchilarim so'rashgan bu narsani, ko'p so'rashgan, talabgor bo'lgan, bu yo'nalish talabgor bo'lgan, ya'ni zapusk moduli. Zapusk modulini ham kiritdim. Zapusk modulini oranglarda agar tushunadiganlar bo'lsa biladi. Masalan, marafonlarni, kurslarni tashkillashtirish, onlayn treninglarni tashkillashtirish o'zi bunga qanaqa qilib qilsa bo'ladi. Hop, qanaqa qilib aytaylik, siz hozir ekspert sifatida o'qidingiz, hop aytaylik o'sha vizajist sifatida, kosmetolog sifatida o'zingiz shaxsiy brendingizni yuritdingiz va shaxsiy brendingizni
rivojlantirdingizda aytaylik keyinchalik o'zingiz o'sha vizajistlikdan kursingizni sotmoqchisiz yokida kosmetologlikdan kursingizni sotmoqchisiz, o'sha aytaylik uy sharoitida yuz parvarishi deganmi yokida sam себе vizajist degan kurslarni sotmoqchisiz. Aynan shu kursni qanaqa qilib amalga oshirish mumkin? Zapusk modulimda maxsus mehmon spikerlarni, ekspertlarni aynan mana shu kurs bilan ishlaydigan maxsus qo'shimcha prodyuserlarni chaqirib, mana shu darsliklarni men yozdirib tayyor qildim. O'rtoqlar, eng zo'ri bu dasturni bitirganingizdan keyin sizlar meni MB klubimga qo'shilasizlar. Menda bitiruvchilar yopiq MB klub kanalimda qoladi va u yerda men bilan doimiy aloqada bo'lishadi. Undan tashqari o'zingizlarni boshqa kursdoshlaringlar bilan networkingda bo'lib, yana qo'shimcha u yerda rivojlanishda davom etasizlar. Va eng zo'r narsa, bu dastur ichida men ikkita kursni sovg'a qilyapman. Insta Start kursimni va Insta Balance yangi kursimni bu dastur ichida sovg'a qilib beryapman. Ana endi bu dastur 6 oyda bir martagina ochiladi. 6 oyda bir martagina ochiladi. Bu yangi dastur. O'rtoqlar, 8 oydan beri buni ustida ishlab kelyapman. O'shaning uchun ham bu oddiy kurs emas. Yana bitta qaytaraman. Sizlar oldindan yozilib, mana shu dasturimni oldindan ro'yxatdan o'tib qo'yib, maxsus chegirmalarda 20% maxsus chegirmada xarid qilsangiz bo'ladi. Narxlari individual. Aslida bu darsligimni 8 oydan beri mehnat qilayotganimni va komandamni ishlarini inobatga oladigan bo'lsam, ularni oyliklarini shuncha mehnatni inobatga oladigan bo'lsam, $1000 dan ortiq narxdagi, qiymatdagi kurs. Lekin bu yerda men hamma o'qishini xohladim, hamma ayollar rivojlanishini xohladim va narxlarni individual qilib qo'ydim. Individual deganim nimani nazarda tutyapman? Ya'ni siz o'zingizga mos tarifni, qulay tarifni tanlasangiz bo'ladi. O'rta chek, o'rta narx 2 million atrofida bo'ladi. O'shaning uchun hozirdan pulinglarni tayyorlab qo'ysanglar, oktyabr boshida kursga start beraman. Hozirroq ro'yxatdan o'tib, predzapisdan o'tib qo'yganlar uchun eng zo'r 20% chegirmadagi eng zo'r 20% chegirmani beraman va mana shu 20% chegirmada meni Insta School dasturimni qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Videoni oxiriga kelganinglar bilan tabriklayman. O'rtoqlar, pastdagi knopkani, pastdagi tugmachani bosib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin esa sizga yana qo'shimcha bonus darsliklarimni sovg'a qilaman.